Bugun 27-may 2025-yil Ozarbayjon bo'ldim. Yana yeydilar mana. Buni pishish vaqti 15-20 avgust oyida pishadi. Bola mana yiriligi. Ho'pda mana. Mana bola yana. Bobom kattaligi yaxshi, bayon toraza yaxshi bosadigan bobom. Yana bu katta bo'ladi. 3 oy bor pishishiga yana hali. Bu tanalarda ham qo'ygan holatda. Buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. Boqilaman deganlarga. Aloqa chiqishaveradi mana.